Kecha energetikdan yoshlar o'layapti deb video qilgandim. 10 soatda 2 milliondan oshiq odam ko'ribdi. Va menga qo'ng'iroq bo'ldi Telegramdan, ruschalab gapiryapti. Aytgan pulingni beramiz, videoni o'chirgin dedi. O'chirmayman, chunki bizga kelajakda sog'lom yoshlar kerak. Buni kommentariyani o'qidimda, juda ko'p bolalar yurak xastaligi bilan o'tib ketyapti ekan. O'chirmayman videoni dedim. Kattaroq pul beramiz, o'ylab ko'r dedi. Umuman o'chirmayman dedim. Yaqin kunlarda seni juda katta muammo kutib oladi, kuzatgin dedi. Men bularning muammosidan ham, men o'limdan ham qo'rqmayman. Meni yagona qo'rqadigan narsam menga nimadir bo'lsa, ota-onam ko'tara olmay qolishligidan qo'rqaman-da. Men hozir yana shu gapni aytaman. Hurmatli yoshlar, ichmanglar, umuman ichmanglar. Sizlarga ichishga maslahat beradigan narsam ota-bobolarimizdan qolgan o'rik qoqi bor. Bozorda taxminan 20 ming so'm turadi kilosi. O'shandan olib har kuni baklashkaga 4 ta so'p damlab ichib yuringlar, mazza qilasizlar. Mana shu joyda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi, hurmatli suvchilar.